Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Xudo xolasa bugun ro'parasi 23-may, demak, haftaning juma kuni. Jumayom barchamizga muborak bo'lsin. Bugun ro'parasi 95-96 YouTube egalarini demak birgalikda aniqlab olamiz. O'yin tartibi oddiy, o'sha demak jumadan jumagacha. Haftada bir marta juma kunlari bir emas, ikkita baxtli raqamga biz ikkita maishiy texnikani topshiramiz. O'yin tartibi oddiy. 200 ming va undan yuqori xarid qilgan har bir mijoz telefon raqamini alohida mana shu qutiga joylab boramiz. Demak, haftada bir marta ikkita baxtli raqamga ikkita maishiy texnikani topshiramiz. Bundan tashqari demak, Qurbon hayiti munosabati bilan bizda super o'yinimiz bor. O'yin tartibi oddiy. 500 ming va undan yuqori xarid qilgan har bir mijoz telefon raqamini shu kungacha alohida qutiga joylab boryapmiz. Qurbon hayiti kuni 5-smart telefonni bitta baxtli raqamga taqdim qilamiz. Xudo xolasa demak o'yinimiz boshlandi. Bugun ikkita baxtli raqamni aniqlaymiz. Demak, bitta baxtli raqam. Mana shu yerda turibdi. Xo'p. 99lik 814 43 63. Zarinaxon 99lik 814 43 63 raqami. Zarinaxon. Hurmatli jamoadagilar, 95-yutuq egasi aniqlandi. Zarinaxon, demak, bugungi yutuq bilan tabriklab qolamiz. Xo'p, keyingi yutuqni 96-raqamni aniqlaymiz. Demak, birinchi yutuqqa bitta hushtak choynakni taqdim qilamiz. Ikkinchi yutuq egasi. Ikkinchi yutuqimiz demak, hozir aniqlaymiz. Xo'p. 77lik 029 37 18. 77lik 029 37 18. Muxlisaxon opamiz ekan. Hurmatli jamoadagilar, demak 96-yutuq Muxlisaxon opaga nasib qildi. Xudo xolasa, demak, hurmatli jamoadagilar, Qurbon hayiti kuni demak o'sha bitta super o'yinimiz bor. 500 minglik o'yinimiz, bitta smart televizor sog' bilan aniqlaymiz. Mana shu joyda uchrashguncha xayr qilamiz. Sog', salomat bo'ling.